Tevende telavet kılıngan mübarek ayetler Ahzab suresinin ayetleri bulup, mana bu ayetlerin o'zida 10 turlik erning 10 turlik alohida ayollarninki shartlarini bayon qilib, ayol mu'min musulmonlarning shartini bayon qiladigan mübarek ayetler. Qur'oni Karimning o'zini ko'rsak, Qur'oni Karimda erler nəhayət köp zikri qılınır. Erlerinin zikri qılınğanlığının üzü ayollarını çetki qaqqanlıq olmasın. Belki şu erlerinin üzüge qılınğan buyruq, bunun qıtıda ayollarını hem badigellikinin üzünü işaret kılır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala Allah'ta işinişini buyurgan olsa, erler, ayollar ortak olup Allah Teala'nın işinişini Allah buyurgan. Feriştelik işinişini ayollarını ortak buyurgan. Allah'ın peygamberlerine boysunup, taat kılıp, şunun işinip, tasdikleştiğini ayol hemmezi ortak buyurgan. Allah'ın tarafından düşürülgen kitaplarının hemmesiga işinişte ayol ortak buyurgan. Takdirge işiniştimi ayol ortak vurulgan. Kıyametge işiniştimi ayol ortak vurulgan. Namazı buyurgan bolsumu Allah Tebarek ve Teala'nın bu namazı bolgan buyruğu ayol hemmimizge ortak halatda o'zida farz kılıngan. İlim bolsun ayol hemmelerge ortak halatda Allah tarafından buyurgan. Demek çekilgen çekilmelerimi Allah'ı şirik keltirmanglar. Ata-anaga aqillik qilmanglar, haram yemanglar degan Allah Tebarek ve Teala ve taqaddas chekilgan manhiyat, chekilmalar hammasi ayol hammasiga o'rtaq qoladi. Va lekin Qur'oni Karimdagi mushu buyruq, mushu chekilmalar asos jihatdan erlarning o'zini asos turib, ayollarning o'zi qo'shimcha holatda o'zida zikr qilingan. Ayollarning o'zidan Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'nin qaşlığına kelgan vaqtida, ey ulug' Allohning peygamberi, biz Qur'oni Karimda az zikr qilinadi ekanmiz. Mana o'sha Qur'oni Karimda ayollarning o'zining zikri az ekan. Bu nima uchun degan vaqtida Allohu haq subhanahu va taolo va taqaddas tarafından mana mushu muborak oyatlar nozil bo'lish orqali ayollarning ham o'rni ko'tarilganligi, ayollarga ham erlarga berilgan hukmning o'rtaq bo'ladiganligini Alloh taolo mushu oyat bilan ayollarning o'zining haqqida mushu oyatni nozil qilish orqali ayollarning ulug' Alloh taoloning dinida haqqi borligini, ayollarni erlar nimaga buyurilgan bo'lsa şunun buyurilganligini, nimadan to'salgan bo'lsa şunundan şundak cheklanganligini Allohu haq subhanahu va taolo mana shu oyatning o'zida zikr qilgan. Innal muslimina vel muslimat, shaksiz musulmon erlar, musulmon ayollar, mu'min erlar, mu'min ayollar, Allohga bo'ysunguchi erlar, Allohga bo'ysunguchi ayollar, ve-sadiqina ve-sadiqat, Allah'ni tasdiqlovchi erlar, Allah'ni tasdiqlovchi ayollar, sabr qilguvchi erlar, sabr qilguvchi ayollar, Allohdan qo'rquvchi erlar, Allohdan qo'rquvchi ayollar, sadaqa berguvchi erlar, sadaqa berguvchi ayollar, ro'za tutuvchi erlar, ro'za tutuvchi ayollar, o'zining avratlarini muhofazat qilguvchi erlar, o'zining avratlarini muhofazat qilguvchi ayollar, Allah'ni ko'p yod etuvchi erlar, Allah'ni ko'p yod etuvchi ayollar. A'addallohu lahum mag'firah. Allah mana mushu 10 turlik ayolga katta mag'firatni va katta ajrini Alloh tabarak va taolo bayon qildi. Mana bu oyat orqali 10 turlik ayolning, 10 turlik erning zikrini qilish orqali mana mushu jannatga kirmoqchi bo'lgan ayol mana mushu tavandagi sifatlarning o'zini o'ziga o'zlashtirishi lozim. Allah'ın rahmetiga erishmoqchi bo'lsa, Allah'ın mag'firatiga erishmoqchi bo'lsa, katta mukofotni qo'lingga olmoqchi bo'lsa,
Meyli el ol, ayal ol, muşu 10 türlük sıfatınızı bilen sen üzerine mutlusup kalıp şunun öyle sıfatlanışın lazım.